Bo'lsa xalqimizga bo'lsin. Darvozalar narxini sindiramiz. 8 million 200 lik darvozani 1 million skidkada 7 million 200 ga uстановkasi bilan olib borib beramiz. 8 million 600 lik darvozamizni 1 million skidkaga 7 million 600 ga olib borib beramiz. 7 million 800 lik darvozamizni 1 million skidkaga 6 million 800 ga faqat sizlar uchun olib borib beramiz. Bu aksiyalarimiz yangi yilda aksiyalari hisoblanadi. Hammaga assalomu alaykum aziz obunachalarim. Sizlar bilan Sherzodbek Uz. Mana darvozalarning makoniga keldim. Usta akamiz chaqirdilar. Novogodniy aksiya qilib beramiz obunachalarimizga dedilar. Mana aytgan so'zlardan chiqdilar. Har bitta darvozamizga 1 million so'm skidka qilib berilyapti. Do'stlar, qaranglar. Dollarga hisoblasalaringiz 550, 600, 630 dollarga tayyor darvoza do'stlar. Kvadratni aytganim yo'q. Mana shu turishini, high-tech fasonni, xo'p, 6 million 800 ga uстановка zamokini ham, dastavkasini ham, uстановкасini ham qilib berar ekanlar. Do'stlar, bu yangilikdan, bu qulayliklardan foydalanib qolinglar. Video davomida bundan-da qiziq darvozalarni ko'rsatib o'taman. Videoga like bosib qo'yinglar. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshladik. Xo'p, mana aziz obunachilarim, bismillahirrohmanirrohim deb videorolikni boshladik. Bugun sizlarga Samarqand fason darvoza narxlari bilan tanishtirib o'taman. Qaranglar, qanday chiroyli qilib yasalgan shu usta akamiz Qobuljon aka bo'larlar, mana shu darvozalarni yasaganlar. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Yaxshi yetib oldingizmi? Zo'r, xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yangi yillar bilan kirib kelayotgan aka. Aka, bayram qo'shaloq bo'lsin. Xo'p, bugun Qobuljon akamiz chaqirdilar, darvozaning narxlarini sindiramiz va yangi yilga har bitta narxidan 1 million skidka qilib beraman dedilar. Shu gaplar rostmi, Qobuljon aka? Aka, video davomida o'zingiz guvoh bo'lasiz. Telefon qilishsa ham chotki skidkachalar qilib, bayramona shukuhda qilib, zo'r qilib berasiz. Bugungi videomizda ajoyib bo'ladi. Videoga like bosib qo'yinglar do'stlar. Sherzodbek aka, endi aksiyani boshladik mana. Bu darvozamiz shtampovka setka fason deyiladi. Razmeri 360 ga 350 razmerda. Bu shtampovkalar 550 mingdan 750 ming so'mgacha chiqadi narxi, kvadrat metri. Materiallarga qarab narx chiqadi-da. Buniki 650 mingdan chiqadi aka. Siz obunachilaringizga aksiyada narxini tushsak o'zi turishi qancha bo'ladi hozirgi holati? Turishi 8 million 200 ming so'm bo'ladi aka. 8 million 200 ming so'm. Siz obunachilaringizga aksiya 1 million so'm bonus. 1 million so'm bonus do'stlar. Bu endi yangi yil aksiyasi desa ham bo'ladimi aka? Bo'ladi. Mana do'stlar, razmerlarini usta akamizga telefon qilib yana bir bor so'raysizlar, uylaringizda razmerlarini o'lchaysizlar. Agar shu darvoza uylaringizga tushsa, 8 million 200 ming so'mlik darvozani olib borib uстановка qilish bilan birga 7 million 200 ming so'mga, ya'ni 1 million foydasiga skidkaga xarid qilsalaringiz bo'ladi. Mana Qobuljon usta akamiz sizlarga shunaqa aksiya qilib berdilar. Yaxshi. Xo'p, aka, bu nechiga necha dedingiz? Razmerini qaytarib olaylik. 360 enaga, balandligi 350. Ana shu razmer to'g'ri kelsa, olib borib uстановка qilib beramiz, ha? Uстановка, dastavka, zamok hammasi sizda bo'ladi. Gap yo'q, mana 7 million 200 ming so'm bo'lar ekan. Nomi nima aka bu darvozamizni? Setka fason deyiladi aka buni. Setka fason. Mana gullari borligi uchun setka fason deyiladi. Chiroyli bo'lgan, rangchasi normalniy, необычный bo'lgan. Xo'p, o'rtada turgan darvozamizchi? Bu high-tech variant. High-tech, o'rta high-tech variant. Chekkasi Dubai variant. Ikki xil qilingan, ha? Ha, o'ziga yarasha ishlangan-da buni ham. High-tech variant, Dubai variant. Buni razmeri nechiga nechi? 350 enaga, balandligi 380 aka bu razmeri. Kraskasi, materiali, listlari yaxshisidan qilinganmi? Qarang. Yondorlari 1.5 ga oldi, 1.5 stena. Taglari shivillarda bo'ladi aka. Profillari 1.3 bo'ladi, listlari 1.3 bo'ladi aka. Shu materialda ishlatilgan. Bu darvozamiz hozir hop 8 million 600 ming so'm bo'ladi-da. Bu darvozada kam joy yo'qligi uchun 1 million skidka bo'ldi bunda ham. Gap yo'q aka, nimalar qilib tashlayapsiz? Yangi yil bir marta kelasiz, 3 ta darvozada 1 milliondan aksiya qilib beryapsiz. Gap yo'q, qaranglar. 1 million so'm foydasiga shunda bizga nech pulga tushyapti bu? Xo'p, 7 million 600 ming so'mga tushadi bu sizga. 7 million 600 ming so'mga darvoza olayotgan vaqt keldi do'stlar. Gazini bosinglar, mana shu nomerlarga telefon qilaveringlar. Manzilimiz mana Arabxona, bu tarafi Samarqand, bu tarafi Juma do'stlar. O'shani o'rtasiga telefon qilib, lokatsiyalar tashlab beradilar. 12 ta viloyatga dastavka uстановkasi va zamokini ham ichida qilib beraman deyapti usta akamiz. Undan tashqari garantiyalari ham bor do'stlar.
Aka mana bu joyga ruchka qo'yib berilgan. Ruchka ham qo'yib bergansiz. Bit beradi-da bu ham. Vid. Buni zamoga qayerda joylashgan bo'ladi? Zamoga mana. Endi qo'yiladi zamon. Ustanovkadan keyin uyib o'sha ustanovka vaqtida qilib berasiz. Qo'yib beramiz, u muammosiga qo'yib beriladi. Hozir qo'yib qo'ysak ko'chada turadi aka. Bir kishi sindirib ketishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'ymaganimiz ma'qul. Aka, bizga obunachilarimizga darvozda tanlashda bir ozroq maslahat bering. O'zi necha yildan beri darvozda faoliyatidasiz? Aka 7 yildan beri. 7 yildan beri darvoza olishda qanaqa materiallardan zakaz qilganimiz yaxshi, qanaqa rangini tanlaganimiz yaxshi, bir xil ranglar bilasiz. Quyoshga o'zi xususiyatini yo'qotib, eskirib qoladi. O'sha uchun rangiga ham bog'liq, materialli ranglar haqida ma'lumot bering obunachilarimizga. Aka, rangini mokr asfalti sal to'qroq bo'lsa, o'zini holatini yo'qotmaydi-da u. Sariq, tilla, u oqlar, maloshliklar hozirgi kunda quyosh yeydi. Quyoshga qiyin bo'layapti-da. Materiallari bo'lsa, hop hamma endi kissasiga qarab ish tutadi. Kimdirga shtampovka, kimdirga listli darvozalar ma'qul keladi. Endi shtampovkani qildirsangiz ham, masalan, kvadrat metrini mana 550 mingdan 750 ming so'mgacha deyapsiz. Endi materiallariga qarab-da. Bular 650 mingdan tushganligimiz sababi listlari buruch, profili buruch, taglari shivillar, yondorlari 1,5 stena. 650 ming so'mdan chiqqan. Endi 550 ming so'mdan ham chiqadi. Mana listlari 0.8 bo'ladi. Profili ham 0.8 bo'ladi. U xizmat qilmaydi aka. Pulingizga kuyasiz xolos. Ana do'stlar, usta akamizdan sizlarga ozroq mana maslahat berib o'tdilar ranglari va materiallari haqida. Xo'p, endi oxirgi high-tech rusumli fasonli darvozamiz, menimcha shunaqa to'g'ri aytib o'tdim-a? High-tech fason. High-tech fason. To'g'ri aytdingiz aka. Necha materialni nechalik listdan qilgansiz, kraska qanaqa qilgansiz, shularni aytib o'taylik. Aka, eniga 3 metr, balandligi 3.50. Buni ham materiali xuddi shunday. 1,5, 1.3, 1.3. Mana bu joylarga sariq nerjavekadan foydalanganmiz. Nerjavekalari bilan. Nerjaveka ham o'zgacha vid beradi-da. Shunaqa. Nerjavekaning 3 xil varianti bor. Sariq bor, qorasi bor, gold bor. Xohlaganingizdan qo'yib beriladi. Bu darvoza aka, hop, materiallarni aytib o'tdim. Kvadrat metri 750 ming so'mdan chiqadi. Shu darvoza ham aksiyaga qo'yilgan. 7 million 800 ming so'm bo'ladi-da. 1 million skidka qilib beramiz. Shoshmang-da, men gapiray endi. Bulardan ham siz gapirib bo'ldingiz. Kam joyda yo'q bulardan ham. Bundan ham 1 million skidga. 6 million 800 ming so'mga. 6 million 800 ming so'm do'stlar, 7 million 200 ming so'm, 7 million 600 ming so'm. Juda qulay narxlarda 550-600 dollarga mana tayyor darvozalar sizlarni kutmoqda. Xo'p, bemalol qo'ng'iroq qilib, zakaz berib xarid qilishlaringiz mumkin. Razmerlarni aytib o'tdilar. Uylaringizda razmerlaringizga to'g'ri kelsa, borib ustanovka qilib beradilar. To'lovlarni borgandan keyin qilaverasizlar. Zamoylari qo'yiladi hammasini aka. Shohona darvozalardan ko'rsatib o'tsak, Qobuljon aka, bu necha va nomi nima bu darvozani? Aka, bu darvoza Samarqand fason deyiladi. 2 qavatli variantda. Ovozlarni ham ovozlar pastda yo'q ekan-a? Bemalol. Qaranglar qanday chiroyli bo'lgan. Mashalloh do'stlar. Rang bilan mana bu sifatiga ham zalotoy rangni ham yarki zalotoy emas, to'qimtirroq qilibsiz. Juda ideal chiqibdi. Qaranglar, video qanchalik chiroyli qilib beryapti. Zo'r bo'libdi. Buni nomi Samarqand fason darvoza ekan. 2 qavatli bo'lgan-a aka bu? Bu 2 qavatli variant aka. Bu eniga 3.55, balandligi 4.65. Ancha katta ekan. Mana ramkasi bu. Yonida ramkasi va kichkina bu menimcha garaj qismi ekan. Bu katta darvozani burib mayda qilib qo'yilgan-da bu. Rostdan ham mana qaranglar qanday chiroyli turibdi. Xo'p, aka, hozirgi kunda mana shunaqa 2 qavatli yaxshi shuma izolyatsiya qilingan darvozalar qanchadan bo'lyapti? Aka, bu Samarqand fason darvozamiz kvadrat metri 1 million 200 ming so'mdan 1 million 600 ming so'mgacha chiqadi. Endi buni materiallariga qarab 1 qavat, 2 qavat, 3 qavatliligiga qarab narx chiqadi aka. Bu darvozamiz 2 qavatli ham bu. Bu 2 qavat. Yondorlari korobkasi shivillarda bo'lgan aka. O'nlik shivillar. Listlari 1.8, profillari 1.7 aka. Ustidagi listimiz 1.2. Mana bu. Kraskalar qanday bo'lgan, usta aka? Kraskalari xudo xolasa o'zingiz bir ko'rib baho bering. Bu kraska Hammer kraska. Devo emas.
Dayvo Bankovoy- yaxshi demayapti, ha, ko'pchilik hozir. Yo'q aka, Devo yaxshi chiqmayapti. Hammer yaxshi kraskadan sepilgan. Ha, Hammer. Usta aka, garantiyalar bormi ishimizga? Bor aka. Garantiyalar beradilar. Xo'p, qarang. Manzilni o'zingiz qisqacha aytib o'ting. Manzil aka, hop. Pastdarg'om tuman. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani. Hop, Samarqand Juma yo'nalishi. O'zbekiston Perez bor, bilishadi samarqandliklar. Arabxonada joylashgan. Arabxonada joylashgan. Nomerlar Navruz yozib qo'yganmiz. restorani ro'parasi. Bemalol telefon qilib kelaverasizlar. Dastavka ustanovkalari bormi? Dastavka, ustanovka, zamok hammasi ichida bo'ladi, bepul aka. Zamokda ham qo'shib berasizmi? Zamok ham. Gap yo'q. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga dastavka, ustanovka va zamoklar bor ekan. Xo'p, narx-navosi do'stlar 1 million 200 dan 1 million 600 minggacha ekan mana shu Samarqand fason darvozamizda. Xo'p, aka endi bizga budjetli arzonroq darvozalardan ko'rsatib o'ting. O'tamiz aka bir qator. Mana bu garajni ham aytib o'tib ketaylik. Bu ham xuddi shuni materialda, yondorlari, korobkalari shivillarda bo'lgan aka. Aha. Materiallari qalin. Juda chiroyli bo'libdi. Garajga qilingan darvozacha qaranglar. Aka bu qayerga ketyapti? Bu shu o'zimiz Arabxonaga. Arabxonaga? Ha. Gap yo'q, hammaga nasib qilsin. Akaxonniki. Zo'r, ajoyib bo'libdi. Rangchani zo'r tanlabsizlar. Qancha vaqtda bitta mana shu darvoza? Aka bu bir oyda bitdi. Bir oyda. Ha, bir oyda bitdi. Xo'p, mana bu orqamizda turgan darvoza qanaqa fason? Bu shtampovka, pechatli darvoza. Bu ham 2 qavatli aka. 2 qavatli shtampovka pechatli darvoza ekan. Narx-navosi kvadrati qanchadan? Aka bu 2 qavatli bo'lgani uchun hop 900 ming so'mdan 1 million 100 ming so'mgacha chiqadi. Mana shu turishi nech pulga bitdi darvozamizda? Aka 14,5 million bo'ldi. Buni nalichkasi ham bor. Nalichkasi girdi bor, ha? Ha, girdi bor. Girdi bor. Girdi tashqarida. Shtampovka, Shtampovka, orqasi tekis bo'lgan. 2 qavatli bo'lgan, 2 ha? qavatli. Buni ham kraskasi Hammer, toza kraska bankovoy aka. Garantiyalar beramiz. Ustanovka, dastavka va Zubr zamokchalarni bonusiga qo'shib beramiz, ha? Qo'shiladi aka, Zubr zamok. Gap yo'q. Xo'p, mana kelishtirib yana qilib berasizmi aka? Kelishtirib beramiz aka. Bu materiallarga qarab narx-navo chiqadi-da. U arzon qilib beraman deganda o'zi materiali sifati arzon bo'lib ketaveradi. Hamma narsa puliga yarasha xizmatini qilib beradi aka. Arzon narsa arzon xizmat qiladi. Materiallar qalindan qilinganmi aka? Listlari qanaqa? Qora listmi, oq listmi, profili? Bu shtampovka aka oq list bo'ladi. Oq list, qora listni bosmaydi. 1.2, orqadagi 1.5 list. Qora list, orqa tomon yopilgan. Profillari 1.3lik. Profillari. Mana yoniga vibratsiya gullarni qo'yilgan 2 qavatli bo'lgani uchun. Yaxshi, ranglari har xil ranglarda qilib beramiz, ha aka? Ha, rangini farqi yo'q. Xohlagan svetda qilib beraveramiz. Bo'ldi. Fasonda ham farqi yo'q. Endi tashqariga yana darvozalar bor, ko'rsatib o'taylik. Qani? Mana. Darvozadan tashqari aka reshotka hamda mamlaqa yozgi kachelarlar ham yasab berasiz, ha? Yasab beramiz aka. Mana bitta maloshiy rangli darvoza tayyor bor ekan. Bu qanaqa fason, kvadrati qanaqa, Bu nechiga darvozamiz necha? Reflonka fason deyiladi. Fasonning nomi. Hop, materiallari, profillari 1.7, listlari 1.8, bir qavatli variant. Bir qavatli variantdan ovozini ko'ravering. Bemalol urib ko'rsangiz bo'ladi. Bir qavatli bo'lsa ham ancha shumi yo'q ekan, ha? Ha, qalin. Aha. Xo'p, qaranglar, noodatiy qilinib, mana qanday dizayn berilibdi. Chiroyli fasonda bo'lgan. Kraskalari Hammer bo'lganmi? Hammer bo'lgan aka. Hammer kraskada. Garantiyalari bor. Dastavka, ustanovka zamoklarni ham qo'shib beradilar. Zamok qo'yiladi. Stokamiz. Xo'p, mana bu joydaga nerjaveka, sariq nerjavekadan foydalanganmiz. Nerjaveka qilingan. Sariqqa maroshni juda yarashgan. Aka, narx-navosi qanchadan bo'lyapti kvadrati? Aka 900 ming so'mdan 1 million 200 ming so'mgacha chiqaveradi bu ham. 900 ming so'mdan 1 million 200 ming so'mgacha chiqadi. Endi qarang, buni shu ko'rinishda 1.3 listda ham qilsa bo'ladi-da, 1.3 listda. U 850 ming so'mdan chiqadi. Buni kvadratda 1 million 100 ming so'mdan tushgan aka, korobkasi shivillarda bo'lgan, o'nli shiviller. Bezuloq, uloqsiz. Buni 1 nechi bo'lgan bu? 1.8 list. 1.8 lik. 1.8, 1.8. Ancha qalin listli qilingan. Puliga yarasha ketyapti aka, 1.3 ligiga 850 mingdan chiqadi. 1.3 lik 850 mingdan, 1.8 lik qanchadan? 1 million 100 ming so'mdan chiqqan, buni korobkasi shivillarda bo'lgan bu. Shiviller ya'ni mustahkam qilib beradi, ha? Shiviller aka nomi bilan shivillarda baribir. Baquvvat. Xo'p.
Qayerga ketyapti usta aka bu? Bu ham o'zimiz darvozaxonaga. Necha pulga bitta общий? Xo'p, bu darvozamiz hop 11 million 600 ming so'mmi bo'lgan. Necha haftada yasab berdinglar? Bu 25 kunda tayyor bo'ldi aka. 25 kunda tayyor bo'libdi. Yaxshi. Xo'p, mana bu kachalarimiz aka, bu ham chiroyli. Bu menimcha ko'rgazmay turibdi, shunaqa yasab beramiz deb mana Arabxona ko'chalariga darvozalar turibdi. Do'stlar, bemalol kelaverasizlar. Mo'ljal Navro'z restorani to'g'risida aka. Navro'zda ro'parasida aka. Xo'p, Kachalarimiz bir dona qoldi xolos. narxi qancha buni? Ana shu turishi aka. Aka 2 million 500 ming so'mga beramiz. 2 million 500 ming deyaptilar. Podpischilarimizga qancha qilib berasiz mana yangi yil bayramimiz munosabati bilan? Aka 3 ta darvoza olgan odamga 1,5 million so'mga beraman. 3 ta darvoza olsalar birdan 1,5 1 million 500 qilib beradilar. 1 million minus bo'lyapti, 2,5 million. Yo'q, o'zi aslida 2,5 million emas buni narxi. Undan ham qimmat. Qimmat. Hozir sezon emas-da. Sezon emas. Bu zdinasini o'zi 2 metrli. 170 lar u arzonroq chiqadi. Yaxshi. Profillari ham qalin. Do'stlar, endi sizlarga sexdagi darvozalarni jarayonlari bilan tanishtirib o'tamiz. Qanaqa darvozalar yasalyapti? Xo'p, usta aka, seximizda nechta darvoza hozirgi kunda yasalish arafasida? Hozir 4 ta, 5 ta darvoza. 5 ta darvoza tayyor bo'lish arafasida. Mana birinchi darvozamiz malyarka ishi tugab bo'pti-mi bunisi aka? Yo'q, tugagan. Hali endi boshlandi bu. Endi boshlandi bu. Aha. Malyarka endi boshlandi. Endi boshlandi. Men bular qilingani adashibman. Ha, hali tozalovlari bo'ladi buni. Xo'p, malyarkadan keyin nima jarayon bo'ladi? Malyarkadan keyin aka buni najdaglab tekislab chiqiladi. Tekislab keyin yuviladi buni. Chunki shtampovka bu yog'i bor-da. Mana yog'i bor. Yuvmasa bo'lmaydi. Buni yuvib tozalab, keyin kraskaga tayyorlaysizlar, ha? Ha, kraskaga tayyorlaymiz. Gruntovka sepib, kraska necha kunda quriydi? aka hozirgi kuni Sovuq, sovuq. 3 kun 4 kunda quriydi. 3-4 kunda kraska quriydi. Ha? Kraska o'zi necha silo sepgan yaxshi? 2 siloymi yo 1 siloymi? Va siz necha siloy sepasiz? Aka 4 silo sepamiz biz. 4 siloymi? Ha. Gap yo'q. Gruntovka, kraska, lak. Kraska 2 silo bo'ladi. Gruntovka laki bilan 2 siloy kraskasi bilan 4 siloy bo'ladi. 4 silo bo'ladi. Yaxshi. Xo'p, mana bu yotib turgan darvoza qanaqa aka? Bu ham shtampovka aka. Bu bir qavatlik, mana bu mayda ibra gulchaga qo'yiladi. Ha. Gulchali bo'ladi-da. Ha. Shunaqa bo'lyapti ekan. Ibra gulchaga qo'yiladi. Yaxshi. Bir qavatli variant. Buni mana yondorlari 8 ga 6, 1,5 stena, taglari shivilar ekan. Xohlagan darvozangizni tagiga shivilar qo'yib beramiz. Shivilar qo'yib beramiz. Yaxshi. Endi bu tomonda shtampovka bular mana. Malyarga o'tgan. Shtampovka. Ko'chadagi ikkinchi darvozani reklama qildik. O'rta high-tech, chekki Dubay. Aha, mana. Shundan o'rtasi high-tech. Hamnaqa bo'lib, palmada bunday burilgani Dubay fasonga o'xshab ketadi. Dubay fason deb nomlangan, ha, usta aka? Dubay fason qilingan. Dubay fason. Tak, bu endi bir qavatli bo'lyaptimi? Bir qavatli. Necha puldan chiqyapti mana shu? Xo'p, aka 650 ming so'mdan chiqyapti shu. 650 ming so'mdan. Shu aytib o'tilgan narxdan ham kvadratidan ham kelishtirsak bo'ladimi? 630 minglardanmi? Kvadrat. 650 ming yaxshi edi bu materialga. Yana o'tib bering podpischilarga mana. Yangi yil munosabati bilan aka. 2026-yil hammamizga barakali kelsin mana. Chiroyli qilib bering. Aka bo'ldi, labzingizni oldim 630 ming so'mdan. 630 mingdan mana shu fasonni o'rtasi qaytay girdi dubayskiy fasonni kvadratini 630 dan bir qavatlikni qilib beradilar akamiz. Qavat. Rangiga alohida pul to'lov qilmaymizmi? JMga o'xshab aka, oq bo'lsa arzonroq, qora bo'lsa qimmatroq. Yo'q. Rangini xohlagan svetingizda qilib beramiz. Aha. Xohlagan svetingizda. Gap yo'q. Farqi yo'q, qanaqa rang bo'lsa qilib beraveramiz. Qilib beramiz. Qo'shimcha davlatda olinmaydi. Kraska u siz aytgan kraska qimmatroq ekan, usta bo degan gaplar bo'lmaydi. Yo'q. Bo'ldi, mana gap yo'q. Shu boshida gaplashiladi. Bo'ladi. Kelishilgan summaga pul to'lanadi. Yaxshi. Bo'ldi. Xo'p, mana bu tikka bo'lgan darvozachi aka. Bu high-tech variant aka. High-tech. Nerjavekalar qo'yilsa kerak-a bunga?
Ha bu cho'rniy holatda bu. Cho'rniy bitgan holatda. Mana bu joylarga nержавейка qo'yiladi aka. Mana bu joylarga. Hozir bu polni listlari, hamma darvozani temir narsalari polni qotirilgan. Bundan keyin endi malyar jarayoni boshlanadi. Malyarga o'tadi. Bu 2 qavat choq, ha, usta aka? Ha, 2 qavat bu. O'zi urgandan ham 1 qavatda effektdan bermayapti-da, 2 qavat ekan. Stiglavata qo'yilgan ekan, 2 qavatlik. Qora bo'ladimi bu? Ha, mana bu joylariga Qora ko'rgan bo'lsangiz, lazer qo'yilardi. Ha. Lazerda. Bunga gipga qilib, 2 qavatli qilib chiqarilgan. Lazerdan buni sifati yaxshi bo'ladi aka. Xizmat qilishi umri uzoq bo'ladi. Nimaga desangiz, lazerning orqasi chang bo'ladi, suv to'planadi. U muammo ekan. Mana bu narsada suv umuman to'planmaydi. Mana bu joylari qora bo'ladi. Kraskadan glansvey qilib chiqariladi aka. O'rtalari qanaqa rang bo'ladi? Nержавейка, qora nержавейка qo'yiladi bu joylarga. Ha, nержавейка. Mana bu joyga nержавейка qo'yib bo'lmaydi-da. Ha. Uni qilib qo'yadi. Mana bu joylar nержавейка qo'yiladi. Xo'p, hozir endi bu Listlari necha kunda общий tayyor bo'ladi, bitishi, chiqib ketishi? aka 25 kun, 1 oyning ichida ruchnoy darvozalarimiz tayyor bo'ladi. 20 kun, 25 kun ichida shtampovka darvozalarimiz tayyor bo'ladi. Yaxshi. Ruchnoyga ozroq ko'p mehnat qilinadi ekan-a? Mehnat ko'proq ketadi-da. Xo'p, mana do'stlar, bemalol ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib zakaz berishlaringiz mumkin. Dastavka ustanovkalari bor. Zamok ham qo'shilar ekan. Mana birinchi marta zamok qo'shib berar ekan usta bog'ini video qilishim. Yaxshi, ko'p darvozani chiqarganmiz, lekin yaxshi mana. Qobiljon akamiz darvozaga ruchka ham bepulga ichiga qo'yib beramiz, aka? Qo'yib beramiz aka. Gap yo'q. Bu darvozaning materiallari shu 2 lis 1.7 profil. Bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Bu ramkasi. O'shani ramkasi. Ha, ramkasi. Shivillerda bo'lgan. Bu shanirlari oshqomosh deydi, shanir deymiz biz. Bu pachimlik qo'yilgan. Yengil ochilib yopiladi, xizmatini qiladi. Zamonaviy qilingan. Yaxshi. Bu tevasi ham, tahiya qismi 2 qavatli bo'lgan u ham. Даже tepasini ham 2 qavat qilgansiz, ha? Ha, stiglavata qo'yilgan 2 qavatli bo'lgan. Xo'p, yaxshi. Darvozani kvadrat metr aka 1.200.000 so'mdan 1.600.000 so'mgacha chiqaveradi. Materiallarni qalinligi, nozikligiga qarab. Buni necha puldan qildinglar? Xo'p, buniki 1.600.000 so'mdan chiqqan. 2 qavat bo'lgani uchun, ha? Ha, 2 qavat 2 lis. 2 lis. 1.8 dan emas, даже 2 likdan qilinibdi. 2 lis. Juda qalin baquvvat bo'lsa kerak endi. Shiviller. Yaxshi. Xo'p, do'stlar, mana bo'ldimi darvozalar yana bormi akasi lekin? Ichkaridagi yana shtampovka darvozamiz bor. Ichkarisida shtampovkalar. Bu ham shtampovka. Endi buni bir qator tozalab, endi shpagulovka berilgan. Qurishini kutamiz, iloji yo'q. Bundan buyoq qish sovuq